Sizga eng ma'qul kelgan tarafi? Bu o'ta qizilligi bilan ani mayda chuyda bo'lmasa ham bir xil. Hali kattaligi. Hosildorligi yaxshi, Hosildor- bir xil kattalikda. Kattaligida. To'rnaga bir to'rna shunda o'ssangiz bir yashiq bitta korobka chiqadi yo chiqmayapti. Bitta korobka necha kilo chiqadi? Bitta karob bu ammo lekin og'ir ekan. Ha. Bu ikkinchi terim aka. Ikkinchi terimi? Buni mana holatini ko'ring. Kiprigi bilan uzilyaptimi? Mana. Shunda o'sangiz mana kiprik. Xaridorlar fikri qanaqa? Xaridor mana shuni ishoning. Big Ben desa indamasam mana shunda xaridorim keladi. U qo'l tegizmadi. Shunda olib qilaman, korobkasiga shunda to'ldirib beraman, u shuni tikib ketaveradi. O'rtacha Hosil necha kilo hosil bor deb o'ylaysiz mana shu yerda? Bir tupda. bir tupida adashmasam endi 10 kilo desam haligi 10 kilo ham bo'ladi, 10 kilogacha. Ha. 8 kilo, 9 kilo bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bizga kuzatuvchilar. Kosonsoydamiz, Namangan viloyatida, Yoshlik qishlog'ida. Asxon akam dalalardamiz. Xush kelibsiz. Biz bu yerda bizni Big Ben pomidorlarimiz ekilgan. Asxon aka, Xudo barakasini bersin. Rahmat. Big Ben ekishdan maqsad kim tavsiya qildi yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdingizmi? Ha, avvalambor assalomu alaykum hammaga, dehqonlar, yaxshimisizlar? Ha, biz endi YouTube'da ko'rib, ijtimoiy tarmoqda ko'rib, rosa havas qilib bir 2 yil, 1 yil buni kutdim. Aha. Urug'larni hali qilib, oxir oqibat oldik. Ha. Bu akam ham rosa Abduvohid akamdan. Abduvohid akam bilan gaplashib o'tadali bo'ldi. Oldik. Yaxshi xudo xolasa. Sizga eng ma'qul kelgan tarafi? Bu o'ta qizilligi bilan ani mayda chuyda bo'lmasa ham bir xil. Hali kattaligi. Hosildorligi yaxshi, Hosildor- bir xil kattalikda. Kattaligida. To'rnaga bir to'rna shunda o'ssangiz bir yashiq bitta korobka chiqadi yo chiqmayapti. Bitta korobka necha kilo chiqadi? Bitta karob bu ammo lekin og'ir ekan. Ha. Mana hozir uzdik mana haliginda kuniga bir to'rna 10 kilo olib ketadi-da, shu 10 kilo 15 kilo bitta Damaskka sig'yapti. 27 ta 27 debman. 37 ta korobka bir to'rna 15 kilo chiqyapti. Oh. 37 ta korobka 1 tonna 15 kilo. Ha, 37 ta. Mana shu xaridor keladi. Shuni o'ta og'ir narsa ekanda bu. 27,5 kilodan to'g'ri kelyapti ekanda. 27,5 kilodan. Ha, mana hosilni ko'ringan bor. Ha. Bu ikkinchi terim aka. Ikkinchi terimi? Buni mana holatini ko'ring. Kiprigi bilan uzilyaptimi? Mana. Shunda o'sangiz mana kiprik. Xaridorlar fikri qanaqa? Xaridor mana shuni ishoning. Big Ben desa indamasam mana shunda xaridorim keladi. U qo'l tegizmadi. Shunda olib qilaman, korobkasiga shunda to'ldirib beraman, u shuni tikib ketaveradi. Shu bunga unaqa qilmaydi. Buni asosiy Afsus qilmaydi. sizga ma'qul kelayotgani yirikligi. O'sha 1 tonnadan bir korobka mayda chiqyapti xolos. Qolgan hammasi yirik. Atxot mana aytyapman-ku. 3 yashiq, 4 yashiq atxot, u atxot ham ko'ribsiz-ku, ani quyosh tekkan. Ha. O'sha bo'ladi. Boshqa narsa yo'q. Bu yerda toza mana shunaqa pomidor chiqyapti ekanda. Ha. Bu shunisi bilan men buni yaxshi ko'rdim. Boshqa Rangni qarang. Kiprigi bilan. Mana shularni ko'ring. Hosil tugishlari o'rtacha Hosil necha kilo hosil bor deb o'ylaysiz mana shu yerda? Bir tupda. bir tupida adashmasam endi 10 kilo desam haligi 10 kilo ham bo'ladi, 10 kilogacha. Ha. 8 kilo, 9 kilo bo'ladi. Mana haligimda, mana shu yerda. Demakki, Mana hozir aytdingizki, mana shu yerga nechta tup ekilgan? mana shu yerga 7000 ketgan. Mana shu 30 sotuk joy, 35 sotuk. Birinchi terim qildingiz. Bitta terim qildingiz xolos bu yerda. Qancha hosil oldingiz shu yerdan? Birinchi terimda mana shu yerda 4 ta Damaskka uzdik. 4 tonna degani u. 4 tonnadan ziyodroq, ha. 4 tonnadan ko'proq uzdim. Xudo barakasini bersin. Birinchi terimda o'zi 4 tonnadan ziyod. Hosili ko'rib turibsiz. Buni haligisi men bunga tan berganim xaridor shunday kelib
nima ekan, mana qarindoshlar ana 3-4 kishi birga olib ekanmiz-da, ana Ha. nariga ukamman ko'rdingizku, na Ha. poliyani. Uni halay qildi. Shunda va shunda olib borib o'sha halay qilib, "Begbeymi, o'sha pomidormi?" dedi. Ha desak, o'sha pramoy korobkasini shunda solib beramiz, ketaveradi. Ha. Indamasdan borib sotib, yana kelaveradi. Nimaiki buni anaqa ichiga o'qlash degan narsa bo'lmas ekanda. Qilolmaysiz ham. Hammasi bir xil. Qanaqasiga qilaysiz? To'g'rimi? Ha. U narsa yo'q. Boshqa haligilarda endi mayda chudasi tiqamasdan tiqib tashlaysiz. Ha. Buni iloji yo'q. Shunda Hammasi to'ksangiz hammasi tagigacha bir xil bo'ladi. O'shanisi yo'qdi. Ko'pchilik so'radi, mana shu yerdan kelib bu qanaqa nav, bunaqa nav deb balay qildi-yu. Asosiysi sizga ma'qul. Asossiz menga вообще yo'qdi bu. Haligisi chidamli ekan keyin. Kasalliklarga qanaqa? Kasalliklarga o'ta zo'r ekan bu. Unaqa hali bo'lmadim. Issiq ko'rdingizku kechagi mana shu bir oydan beri mana shu haligi o'ta issiqda bular bir xuralik bo'ldi-yu, stressga tushib qoldi. Bu keyin mana Issiqda, anomal issiqda shu holat bo'ldi. anomalda, ha, shunaqa bo'ldi. Asxon aka, endi agrotexnika bo'yicha ko'chatni qachon ekkansiz bu yerga? Bu yerga may 10-may. 10-mayda ko'chat Biz ekilgan. 5-dan 15-gacha tugatganmiz-da. Narigi bet shunaqa qilib, mana shu ag'a 2 bo'lib bag'a Ha, kelganmiz. demak bu yer 15-mayda ekilgan. Ha, Oxiri 15 ga bormagan, ha. Shunaqa, 10-15. 10-mayda ekilgan. bu yer. 10-mayda ekilgan. Ekilgandan keyin qanaqa ishlovlar berilgan bu yerga? Mana bu yer endi uklonli yer ekan. Ha, Adir zona. bizda tekis yer yo'q, o'zi bilasizku, mana ko'ryapsiz. Bu yerda endi ekib bo'lingandan keyin bir xur chopamiz yengil. Aha. Ko'mib turib biz faqat ariqqa qilamizda, Aha. tiqamiz. Chop bo'lingandan keyin bir xil kultivasini qilib, o'g'itini nomiga shundoq berib, bitta suv haydaymiz. Suvni berib turib, kultivasi, asosan kultivasi qilamiz. Ha. Kultivasi qilib, yana bitta shu bir bo'yiga kelgandan keyin, bir qarish o'tgandan keyin yaxshilab chopib, faqat kultivasi. Keyin chopmaymiz. Kultivasi qilinaveradi. O'sha palagi yoziladi, bo'ldi. Bunga boshqacha dori bermagan ammo. Ha. Unchalik u mana o'g'it aytdim-ku, o'g'itlash bo'lgan dori-pori sohasini anaqa bir marta bir nomiga berib qo'yganman, xolos. Hozir bu yerga ekishdan oldin nima narsa solgansiz? Qanaqa? Ekishdan oldin anaqa nima tabiiy go'ng nima deydi? Go'ng. Go'ngdan sepganmiz. Ha. Shu yerga qancha, nechta tonna ketgan? Necha mashina ketgan? 3 ta zilda ketdi, 3 ta mashinada keldi. 3 ta zilda ketgan. 3 ta mashina ketadi. Ekish sxemalarisi qanaqa bo'lgan? Ekish buni tor qilib qo'ydim-da orasini. Mhm. Mana buni oldin mana qildim. Anaqasi 1,5. 1,5 metr. 1,5 ga anaqa hozir ko'ryapsiz, mana yaqin bir qarish ekib qo'yganman. 20-25 sm. 25, 1 metrga 4 ta, 3 ta ham ekib qo'yganman. Buni ko'proq ana jicha uzaytirish Kengroq kerak qilish ekan. kerak. Ko'ryapsiz-ku, dimlanib qoldi bu ichi. Hozir sizga har tomonlama ma'qul. Har tomonlama aytyapman, bu zo'r, yaxshi sort ekan. Mana xaridorlar o'zi mana shu yerda ishoning yotib olyapti-da. Endi u haligisi yo'q. Yaxshi. Hozir tortish yaxshi ekan. Shunaqa bo'lyapti aka. Bu ko'ryapsiz hosilni. Bir olib, etagacha bir xil. Narigi poliyani agar ko'raman desangiz, ag'da ham 1,5 gektar. Hozir 3-terimini qilyapmiz. 3-terim qilyapti. 3-terimni ko'rsangiz 1-terim deysiz. Ha. Ishoning. Bag'dagi haligim sotyapti. 1 oydan beri uzadi yaqin. Voy, u hosilni tugatib bo'lmasa ekan bu. Asxon aka, Xudo barakasini bersin. Rahmat. Ko'z tegmasin. Ilohim bundan oladigan daromadlaringizni yaxshi kunlaringizga ishlatish nasib qilsin. Ko'z tegmasin aka. Rahmat.